Yaxshimisiz? Говори. Окей, все окей. Bizlar turmush o'rtog'im bilan birga Doktorjan guruhini nomladik. Bizni ijodimizda hozirgi vaqtda ruscha, o'zbekcha, gruzincha, tojikcha, hindcha hattoki qo'shiqlar chiqardik. Nima deydi? Qo'limizdan kelgancha shu xalqimizga yoqadigan qo'shiqlarni chiqarishga harakat qilamiz. Mana shu ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarni bundan ham mustahkamlashda, bundan ham yaqinlik bo'lishida xohlaymiz va o'sha bizda bir ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilishini xohlaymiz. Prezidentimizga bundan juda ham biz kattadan katta rahmatlar aytamiz. Boshlari omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana O'zbekistonimiz gullashday gullayapti. Bundan ham keyin gullab osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu O'zbekistonda tug'ilib o'sganimdan faxrlanaman. Mana shu O'zbekistonda yashayotganimdan faxrlanaman. Juda ham haqiqatan ham chetdan kelgan insonlar ko'rib kelib mana shu joyda qolishlarini xohlaydi. Nechta mana shu insonlar bilan suhbatlashganimizda ular mana shu O'zbekistonni chiroyiga, O'zbekiston aholisini madaniyatiga lol bo'lishyapti. Грузинский ресторан как-то напротив. Только увидела. Oho, все.